Birinchi nima qilar ekanmiz? Eng birinchi ishimiz niyat qilamiz birinchi. Chunki bizni hozirgi yashash hayotimiz niyatlarimizning mahsuli. Masalan, kimdir baxtsiz yashayotgan bo'lsa, Umidjon aka, u avval shu kunni niyat qilgan, o'zi o'tkazgan. Men juda ko'p odamlarga isbotlaganman. Bitta tanishimiz bor, singlisi bor. Deydi, nima, men baxtsizlikni orzu qilibmanmi, niyat qilibmanmi? Keyin anu akasidan yaxshilab surishtirsak, yoshligida aytar ekanda o'zi, men erga tegmay o'lib ketaman deyurar ekan. Nuqul, bunaqa er bo'lsa kerak emas. Ersiz o'taman deyurar ekan. Mana niyat amalga oshdi. 38 ga kirgan, hali ham erga tekkan. Nega? Chunki yoshligidagi gap niyat, tilga ehtiyot bo'lish kerak. Hech narsa go'ram bo'lmayman yoki ota-onalar farzandiga, go'ram bo'lmaysan sen. Bo'ldi, go'ram bo'lmaydi. Bu mol bu. O'qib odam bo'lmaydi bu. Bo'ldi, o'qib ham odam bo'lmaydi. Tilga ehtiyoj bo'lish kerak inson. Chunki tildan chiqadigan har bitta narsa amal, niyat. Bu narsaga juda qattiq ehtiyot bo'lish kerak.